Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim xabarni tushunarli qilib yetkazmoqchiman. Bu ma'lumot ayniqsa 1500 ming so'm olganlar, shu pulni kutayotganlar yoki menga ham tushadimi? Yo'qmi deb o'ylab yurganlar uchun juda zarur. Chunki hozir odamlar orasida turli gaplar yuribdi. Kimdir pul qaytarib olinadi deyapti, kimdir yana qo'shimcha to'lov bo'ladi deyapti. Kimdir esa kartaga tushgan pulni ishlatishga qo'rqyapti. Men bugun aynan shu masalani bosqichma-bosqich tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng muhim ogohlantirishlar va amaliy qadamlarni oxirida aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Like bosib qo'ying. Chunki bunday xabarlarni vaqtida bilish ko'p odamni ortiqcha yugur-yugurdan, aldovdan va tushunmovchilikdan saqlaydi. Avvalo, muammoning o'zagini tushunib olaylik. 1.500.000 so'm degan summa oddiy raqam emas. Ko'pchilik oilalar uchun bu bir oyda oziq-ovqat, kommunal to'lov, dori-darmon yoki bolalarning maktab xarajatlariga ketadigan real pul. Shuning uchun bu mablag' kimga, nima sababdan, qaysi tartibda berilgani yoki berilishi odamlar uchun juda muhim. Oldin bunday to'lovlar bo'yicha ma'lumot ko'pincha mahalla, ijtimoiy himoya bo'limi, bank yoki tashkilot orqali og'zaki aytilardi. Odamlar navbatda turardi. Kimdir hujjat yetishmay qolgani uchun qaytardi. Kimdir ro'yxatda bor yo'qligini bilmay sarson bo'lardi. Eng yomoni ba'zi fuqarolar o'ziga tegishli pulni vaqtida ola olmasdi. Chunki xabarni kech eshitardi yoki qaysi idoraga murojaat qilishni bilmasdi. Endi esa vaziyat ancha o'zgargan. Ko'plab to'lovlar elektron tizimlar orqali tekshirilmoqda, ma'lumotlar bank kartalari, pasport ma'lumotlari, ijtimoiy reyestr, mahalla xulosasi yoki tegishli tashkilotlar bazasi bilan solishtirilmoqda. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, endi falonchi aytdi, demak olaman degan gap yetarli emas. Sizning haqiqiy holatingiz, hujjatingiz, daromadingiz, oilaviy sharoitingiz va ro'yxatdagi maqomingiz muhim bo'ladi. Agar hammasi to'g'ri bo'lsa, pul tushadi yoki tushgan pul qonuniy hisoblanadi. Agar ma'lumotlarda xato bo'lsa, masala tekshirilishi, aniqlashtirilishi yoki ayrim hollarda to'lov vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Men ko'p kuzatadigan bir holat bor. Odam kartasiga 1.500.000 so'm tushadi. Lekin u bu pul nima uchun tushganini aniq bilmaydi. SMS keladi. Bank ilovasida kirim ko'rinadi. Lekin izoh qisqa yozilgan bo'ladi. Shunda odam vahimaga tushadi. Bu pul xatolik bilan tushmadimikan? Keyin qaytarib ber deyishmaydimi? Sarflasam bo'ladimi? Men bunday vaziyatda birinchi navbatda shoshilmaslikni maslahat beraman. Pul tushgani yaxshi, lekin uning manbasini aniqlab olish undan ham muhim. Agar bu ijtimoiy yordam, kompensatsiya, subsidiya, bir martalik moddiy yordam yoki boshqa rasmiy to'lov bo'lsa, odatda bu haqda mahalla, ijtimoiy himoya organi, ish joyi yoki bank orqali izoh olish mumkin. Endi kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerakligini tushuntiraman. Birinchi navbatda oxirgi oylar ichida moddiy yordam, bolalar puli, nafaqa, kompensatsiya, subsidiya yoki boshqa ijtimoiy to'lov uchun ariza berganlar diqqatli bo'lishi kerak. Masalan, bir oila 3 nafar farzandi borligi, oilada yagona boquvchi ishlayotgani, daromad kamligi sabab yordam so'ragan bo'lishi mumkin. Agar ularning arizasi tasdiqlangan bo'lsa, kartaga shunga yaqin summa tushishi mumkin. Bunday holatda pulni sarflashdan oldin ariza bergan joyingizdan bu aynan qaysi to'lov deb aniqlashtirib olish foydali. Ikkinchi guruh, ish joyi orqali to'lov olganlar. Masalan, ayrim tashkilotlarda xodimlarga moddiy yordam, mukofot, kompensatsiya yoki vaqtincha qo'llab-quvvatlash puli berilishi mumkin. Bunda 1.500.000 so'm ish beruvchi tomonidan o'tkazilgan bo'lsa, bu ish haqi mukofot yoki yordam sifatida hujjatlashtirilgan bo'lishi kerak. Agar siz ish joyingizdan shunday pul olgan bo'lsangiz, buxgalteriyadan to'lov varaqasi yoki izoh so'rang. Chunki keyin soliq, aliment, kredit ushlanmasi yoki boshqa hisob kitoblarda tushunmovchilik bo'lmasligi uchun pulning nomi muhim. Uchinchi guruh, pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oilalar yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolar. Bu toifalarda qo'shimcha to'lovlar bo'yicha odamlar ko'p savol beradi. Masalan, bir pensioner odatda har oy pensiya oladi. Lekin bir oy kartasiga odatdagidan 1.500.000 so'm ko'proq tushadi. U buni pensiyam oshibdi deb o'ylashi mumkin. Aslida esa bu bir martalik qayta hisob kitob oldingi oylar uchun farq. Kompensatsiya yoki alohida yordam bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensiya jamg'armasi yoki tegishli organ bilan bog'lanib, menga tushgan summa nimaning hisobidan deb so'rash kerak.
to'rtinchi guruh kredit yoki qarzi borlar. Mana shu yerda juda nozik masala bor. Agar 5000 so'm sizning kartangizga tushsa, lekin kartangiz kredit to'lovlariga ulangan bo'lsa yoki bank oldida muddati o'tgan qarzingiz bo'lsa, ayrim hollarda pul avtomatik ushlanib qolishi mumkin. Odamlar keyin menga pul tushdi, lekin darrov yo'qoldi deb shikoyat qiladi. Bunday vaziyatda bankdan hisobvaraq ko'chirmasini olish kerak. Ko'chirmada pul qayerdan kelgani va qayerga yechilgani aniq ko'rinadi. Agar pul ijtimoiy himoya maqsadida berilgan bo'lsa, uni ushlab qolish tartib bo'yicha alohida qoidalar bo'lishi mumkin. Shuning uchun bank bilan rasmiy gaplashish, og'zaki emas, yozma izoh olish muhim. Endi kimlar ortiqcha vahima qilmasligi kerak? Agar sizga pul rasmiy manbadan tushgan bo'lsa, bank ilovasida yoki SMSda jo'natuvchi aniq ko'rsatilgan bo'lsa, siz avval ariza bergan bo'lsangiz yoki ro'yxatda turganingizni bilsangiz, darhol meni jazolashadi deb qo'rqish shart emas. Lekin baribir tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Men doim aytaman. Pul olish boshqa, uning hujjatini tushunish boshqa. Bugun hammasi joyida bo'lishi mumkin, lekin bir oy o'tib tekshiruv bo'lsa, sizda bu pul menga falon asosda berilgan degan dalil bo'lishi kerak. Keling, real hayotga yaqin bir nechta misol ko'rib chiqamiz. Birinchi misol, Gulbahor opa 2 farzandi bilan yashaydi. Turmush o'rtog'i vaqtincha ishsiz. Oilaning doimiy daromadi kam. U mahalla orqali moddiy yordam so'rab ariza beradi. Bir oy o'tib kartasiga 1000-1500 ming so'm tushadi. Gulbahor opa pulni oziq-ovqat va bolalarning kiyim-kechagiga ishlatadi. Bu holatda eng to'g'ri yo'l nima edi? U mahalladan yoki ijtimoiy himoya bo'limidan arizasi tasdiqlangani haqida ma'lumot olishi, bankdan kirim izohini saqlab qo'yishi, agar imkon bo'lsa, SMS yoki ilova skrinshotini arxivlab qo'yish kerak edi. Shunda keyin hech kim bu pul qayerdan desa javob tayyor bo'ladi. Ikkinchi misol, Anvar aka zavodda ishlaydi. Ish joyida xodimlarga bayram oldidan 1,5 million so'mdan mukofot beriladi. Pul kartaga tushadi, lekin Anvar aka uni ijtimoiy yordam deb o'ylab mahallaga boradi. Aslida bu ish beruvchining mukofoti. Bunday holatda mahalla emas, korxona buxgalteriyasi tushuntiradi. Mukofot bo'lsa, undan qonunchilikka muvofiq soliq ushlanishi mumkin yoki ish beruvchi hisobida alohida ko'rsatiladi. Shuning uchun jo'natuvchi kimligini aniqlash birinchi qadam. Uchinchi misol, Malika singlimiz talaba, oilasi ijtimoiy himoya ro'yxatida. Kartasiga 500 ming so'm tushadi. U internetda pulini olganlar keyin qaytaradi degan xabarni ko'rib qo'rqadi. Aslida esa bu unga tegishli ta'lim, ijara, kontrakt yoki ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bilan bog'liq to'lov bo'lishi mumkin. Bu yerda eng katta xato internetdagi tasdiqlanmagan gaplarga ishonishdir. Talaba o'qish joyi dekanat, stipendiya bo'limi yoki bank orqali aniq ma'lumot olish kerak. To'rtinchi misol, Rustam aka kartasiga pul tushganini ko'radi, lekin ertasi kuni pulning bir qismi yechib olingan bo'ladi. U bankni ayblaydi. Tekshirilganda esa eski kredit bo'yicha avtomatik to'lov ulangan bo'lib chiqadi. Bu holatda savol shunday: bank pulni qonuniy ushladimi yoki yo'qmi? Javobni faqat hisob varaq ko'chirmasi, kredit shartnomasi va to'lov maqsadi orqali bilish mumkin. Shuning uchun men har doim bank ilovasidagi umumiy balansga emas, batafsil operatsiyalar tarixiga qarang deyman. Endi syurpriz degan joyga kelamiz. Ko'pchilik uchun syurpriz shuki, 2500 ming so'm olganlarning hammasi bir xil holatda emas. Bitta odam bu pulni ijtimoiy yordam sifatida olgan bo'lishi mumkin. Ikkinchisi ish joyidan mukofot sifatida olgan bo'lishi mumkin. Uchinchisi qayta hisob kitob farqi sifatida olgan bo'lishi mumkin. To'rtinchisi esa umuman xatolik bilan olgan bo'lishi ham ehtimoldan xoli emas. Demak, asosiy yangilik shuki, pul summasiga qarab xulosa qilinmaydi. Pulning huquqiy manbasiga qarab xulosa qilinadi. Bu juda muhim. Agar pul xatolik bilan tushgan bo'lsa-chi, mana bu eng nozik masala. Ba'zan texnik xato, noto'g'ri hisob raqam, adashgan ma'lumot yoki qayta ishlashdagi muammo sababli pul noto'g'ri odamga tushishi mumkin. Agar siz umuman ariza bermagan bo'lsangiz, ish joyingizdan bunday to'lov kutmagan bo'lsangiz, hech qanday kompensatsiyaga aloqangiz bo'lmasa, lekin kartangizga 1,5 million so'm tushsa, darhol sarflab yuborishga shoshilmang. Banka yoki jo'natuvchi tashkilotga murojaat qiling. Chunki xatolik aniqlansa, pulni qaytarish talabi qo'yilishi mumkin. Odam kartamga tushdimi? Demak, meniki deb o'ylashi xato. Har qanday pulning manbasi va asosi bo'ladi. Yana bir muhim tuzoq firibgarlar.
Bunday xabarlar chiqqanda firibgarlar faollashadi. Ular telefon qiladi, sizga 1500 ming so'm ajratilgan, kartangiz raqamini, amal qilish muddatini, SMS kodini ayting deydi. Yoki pulni rasmiylashtirib beramiz, oldindan 2000 ming so'm to'lang deydi. Men qat'iy aytaman. Hech qachon SMS kodini, bank ilovasi parolini, karta pin kodini, pasportingizning to'liq nusxasini noma'lum odamlarga bermang. Rasmiy tashkilot hech qachon sizdan SMS kod so'ramaydi. Bank xodimi ham kod so'ramasligi kerak. Agar kimdir kod so'rasa, bilingki bu xavfli belgi. Yana bir noaniq nuqta. Ro'yxatda bor odam bilan pul olgan odam har doim bir xil bo'lmasligi mumkin. Masalan, ariza ona nomidan berilgan, lekin karta otaning nomidan yoki nafaqa bo'yining nomidan. Lekin pul nabiraning kartasiga tushishi kerak deb noto'g'ri tushunilgan. Hujjatlarda kim oluvchi sifatida ko'rsatilgan bo'lsa, odatda pul o'sha shaxsning hisobiga yo'naltiriladi. Shuning uchun ariza topshirayotganda karta egasi, pasport ma'lumoti, telefon raqami va hisob raqami bir-biriga mos bo'lishi juda muhim. Ayrim odamlar mening qo'shnim oldi, men nega olmadim deb xafa bo'ladi. Bu savol tabiiy, lekin javob har doim ham oddiy emas. Qo'shningiz bilan sizning oilaviy tarkibingiz, daromadingiz, ro'yxatdagi holatingiz, oldingi arizalaringiz, kredit majburiyatlaringiz yoki yashash manzilingiz farq qilishi mumkin. Masalan, ikki oilaning tashqi ko'rinishi bir xil. Ikkalasida ham 3 farzand bor. Lekin birinchi oilada rasmiy daromad juda past, ikkinchi oilada esa 2 kishi doimiy ishlaydi. Yoki birinchi oila ijtimoiy reyestrda tasdiqlangan, ikkinchi oila hali hujjat topshirmagan. Shuning uchun boshqalarga qarab emas, o'z holatingiz bo'yicha tekshirish kerak. Endi amaliy qadamlarni aniq aytaman. Agar siz 1.500 ming so'm olgan bo'lsangiz, birinchi ish bank ilovasiga kiring va operatsiya tafsilotini ko'ring. Jo'natuvchi nomi, sana summa va izohni yozib oling yoki skrinshot qiling. Ikkinchi ish, agar pul ijtimoiy yordamga o'xshasa, mahalla yoki ijtimoiy himoya organiga murojaat qilib, menga tushgan to'lov qaysi asosda berilgan deb so'rang. Uchinchisi, agar pul ish joyidan kelgan bo'lsa, buxgalteriyadan to'lov varaqasi yoki yozma izoh so'rang. To'rtinchisi, agar pul pensiya yoki nafaqa bilan bog'liq bo'lsa, tegishli jamg'arma yoki xizmat markazidan qayta hisob-kitob bo'yicha ma'lumot oling. Agar siz hali pul olmagan bo'lsangiz, lekin olish huquqim bor deb o'ylasangiz, quyidagilarni tayyorlang. Pasport yoki ID karta, oilaviy holatni tasdiqlovchi hujjatlar, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, daromad bo'yicha ma'lumotlar, nogironlik bo'lsa tegishli ma'lumotnoma, ijara yoki yashash joyi bo'yicha hujjatlar, bank karta ma'lumotlari va telefon raqamingiz. Ariza yozayotganda moddiy yordam so'rayman deb umumiy yozib qo'ymasdan holatingizni aniq tushuntiring. Oilada nechta odam bor, kim ishlaydi, kim ishlamaydi, qanday xarajatlar bor. Dori darmon, davolanish, o'qish yoki boshqa zarur ehtiyojlar mavjudmi? Qanchalik aniq yozsangiz, masalani ko'rib chiqish shunchalik oson bo'ladi. Agar sizga ro'yxatda yo'qsiz deyishsa, darrov janjal qilish kerak emas. Avval sababini so'rang. Hujjat yetishmayaptimi? Daromad ko'rsatkichi yuqori chiqdimi? Manzil mos kelmayaptimi? Karta ma'lumoti noto'g'rimi? Ariza muddati o'tganmi? Har bir rad javobining sababi bo'lishi kerak. Men tavsiya qilaman, imkon qadar yozma javob oling. Og'zaki bo'lmaydi degan gap ertaga isbot bo'lmaydi. Yozma javob esa keyingi murojaat, qayta ko'rib chiqish yoki yuqori tashkilotga ariza berish uchun asos bo'ladi. Agar pul tushgan, lekin siz uni ololmayotgan bo'lsangiz, masalan, karta bloklangan, telefon raqam o'zgargan, bank ilovasiga kira olmayapsiz yoki karta muddati tugagan bo'lsa, bank filialiga boring. O'zingiz bilan pasport yoki ID kartini oling. Bankdan karta holatini, hisob raqamdagi mablag'ni va bloklanish sababini so'rang. Agar karta yo'qolgan bo'lsa, yangisini ochish mumkin. Muhimi, pul karta plastikda emas. Ko'pincha hisob raqamda turadi. Plastik karta faqat undan foydalanish vositasi. Shuning uchun karta sinib qolsa yoki muddati o'tsa ham pul avtomatik yo'qolib ketadi degani emas. Yana bir muhim maslahat. Hujjatlaringizni tartibga keltiring. Juda ko'p odamlar o'zlariga tegishli yordamni faqat bitta sabab bilan ololmaydi. Hujjatda xatolik bor. Ism, familiyada bitta harf noto'g'ri, manzil eski, telefon raqam boshqa odam nomida. Karta boshqa familiyada, nikoh yoki ajrim hujjati yangilanmagan. Bular mayda ko'rinadi, lekin elektron tizimda katta muammo chiqaradi. Masalan, siz arizada Toshkent tumani deb yozgansiz. Ba'zida esa eski ro'yxat bo'yicha boshqa tuman ko'rinadi. Tizim sizni moslashtira olmaydi va ariza cho'zilib ketadi.
Men yana alohida ta'kidlayman, ijtimoiy tarmoqlardagi har bir xabarga ishonmang. Bugun hammaga 1.5 million so'm beriladi. Faqat mana shu havolaga kiring. Kartangizni ulasangiz pul tushadi degan gaplar ko'p hollarda aldov bo'lishi mumkin. Rasmiy ma'lumotni doim tegishli tashkilot, mahalla, bank, davlat xizmatlari markazi yoki rasmiy elektron platformalar orqali tekshiring. Agar havola sizdan karta paroli yoki SMS kod so'rasa, darhol chiqib keting. Pul olish uchun siz hech qachon bank kartangizning maxfiy kodlarini berishingiz shart emas. Endi juda ko'p so'raladigan savol: 1.500.000 so'm olgan odam keyingi yordamdan mahrum bo'ladimi? Bunga umumiy javob berib bo'lmaydi. Agar bu bir martalik yordam bo'lsa, u kelajakdagi barcha yordamlarni avtomatik bekor qiladi degani emas. Lekin ayrim dasturlarda oilaning umumiy daromadi, oldingi olgan yordami yoki ijtimoiy holati qayta baholanishi mumkin. Masalan, bir oila shu oy yordam oldi. Keyingi oy daromadi oshdi yoki ishga joylashdi. Unda keyingi arizada holat boshqacha baholanadi. Demak, yordam olish doimiy kafolat emas. U holatga qarab ko'rib chiqiladi. Yana bir savol: pulni naqd qilib olish shartmi yoki kartada qoldirsa bo'ladimi? Agar pul qonuniy sizga tegishli bo'lsa, uni kartada saqlash, naqd qilish yoki to'lovlarga ishlatish o'zingizga bog'liq. Lekin men amaliy jihatdan shuni maslahat beraman. Avval zarur xarajatlarni rejalang. Masalan, 1.5 million so'mni bir kunda mayda xarajatlarga sarflab yubormang. 5 mingini oziq-ovqatga, 3 mingini kommunal to'lovga, 400 mingini dori yoki bolalar ehtiyojiga, qolgani zaxiraga ajratish mumkin. Bu faqat misol, har bir oilaning holati boshqa. Muhimi, pul aynan ehtiyojni yengillashtirish kerak, o'rtacha xaridga ketib qolmasin. Agar siz bu pulni olgan bo'lsangiz va kimdir menga ulush ber, men rasmiylashtirib berganman desa, ehtiyot bo'ling. Rasmiy yordam uchun pora, xizmat haqi yoki minnatdorchilik talab qilinmasligi kerak. Agar kimdir sizdan pul talab qilsa, ismini, lavozimini, qachon va nima deganini yozib qo'ying. Zarur bo'lsa, tegishli ishonch telefonlari yoki yuqori tashkilotlarga murojaat qiling. Odamlar ko'pincha mayli. Ish bitdi-ku deb indamaydi. Lekin bu keyingi fuqarolarga ham zarar keltiradi. Endi yakuniy tartibni bir marta yana eslataman. Pul tushgan bo'lsa, manbasini aniqlang. Hujjatlarni saqlang. Bank ko'chirmasini oling. Jo'natuvchi tashkilotdan izoh so'rang. Firibgarlarga ishonmang. SMS kod bermang. Agar pul tushmagan bo'lsa, hujjatlaringizni tekshiring, arz holatini so'rang. Rad javob bo'lsa, sababini yozib oling. Agar sizga haqiqatan ham yordam kerak bo'lsa, tortinmang, lekin murojaatingizni aniq, hujjatli va tartibli qiling. Azizlar, bugungi mavzuning eng muhim xulosasi shuki, 1.500.000 so'm olganlar uchun asosiy syurpriz pulning o'zi emas, balki uning huquqiy asosi tekshiruv va keyingi oqibatlarni to'g'ri tushunishdir. Kimdir bu pulni bemalol ishlatishi mumkin, kimdir avval aniqlashtirishi kerak. Kimdir esa xatolik yoki firibgarlikdan ehtiyot bo'lishi shart. Men sizlarga vahima emas, tartib va hushyorlik kerakligini aytmoqchiman. Agar har bir qadamni to'g'ri qilsangiz, o'zingizga tegishli yordamni olasiz va keyin ortiqcha muammoga duch kelmaysiz. Sizlardan iltimos, izohlarda yozing. Sizga 1.500.000 so'm tushdimi? Tushgan bo'lsa, qaysi izoh bilan keldi? Hali kutyapsizmi yoki arizangiz bo'yicha javob oldingizmi? Sizlarning tajribangiz boshqa odamlarga ham yordam beradi. Videoga like bosing, yaqinlaringizga ulashing, kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda ham shunday muhim masalalarni sodda, aniq va foydali qilib tushuntirishda davom etaman.